Hammaga salom. Olinyaptimi? Olinyapti. Okay. Hammaga salom. Men Iceman 0901. Короче, survival. Men shunaqangi one blockda. One block. Yana noldan qildik. Oldingi qismini so'ramanglar nimaga. Yo'q bo'lib ketdi. Chunki qiyin kelmay qoldi. Bu noldan shunaqangi mod emas bu. Bu karta. Shunaqangi kartada men shunaqangi sozlamalar qo'ydim, bilyapsan. Shunaqangi orqaga narsa qo'ydim mana. O skinlarim bilan ko'rsataman sizlarga. Olinyaptimi? Olinmay qolishi mumkin-da, so'raylar ekan. Olinyapti. Mana har doimgi o'ynab yuradigan skinim edi bu. Buni qo'li anaqaroq, qiltiroq. Bu menga uncha yoqmaydi. Yoqmay qoldi. Nimaga sozlamalarga kirib ketdim. Sorry do'stlar. O'zbekchasiga gapiramiz. Kechirasizlar. Hozir buni Dream skini bor. Bu oq Dream. Короче, mana shu skin baribir dahshat zo'r menga yoqyapti. Buni bunday qilib sindirib olamiz. Hech qanaqangi mod qo'shmasdan o'ynayman. Qotadi chunki mod. Ovozim yaxshi eshitiladigan qilyapman, chunki oldingi videolarimda pichirlab gapirardim. Yaxshi yozilmasdi ham. Hozir baland gapirishga duxim ham yetadi, hamma narsam yetadi. Nimaga ishtima tushmayapti? Bittagina daraxt ko'chati tushdi. Bekamizni yana sindirishga qani go. Mana chota nimadir tushadigan. Bittagina ko'chat tushdi bitta daraxtdan. Yo, niggas. Короче, bitta topir yasamoqchi edim. Yo, sanda kachok. Gulni nima qilaman? Daraxt ko'chataman. Mana ikkita sandiqni shunday qilib joylashtirib qo'yib, ichiga kerak emas narsalar solamiz. Bu nimaga noldan emas deb aniq qilishlari mumkin, aytishlari mumkin, lekin buning noldan emasligining sababi chunki albatta video yozilmay qolgan ekan. Meni kechirasizlar shuning uchun. Короче, yaxshi короче ketyapmiz. Normali men bilardim. Buni yog'ochga aylantirish kerak. Hammasini. O'sha yog'och bo'lsa, yog'ochga aylantirsam. Nima? Buni shuncha yog'ochga tahlil qo'ymasam bo'lmaydi. Endi asosiyni yaratdim. Ko'p narsalarga bo'ladi buni. Yana shunda soldim. Oyim shunda so'raydi. Olinyaptimi? Olinyapti.
Men xursand bo'layman chunki sigirmi? Sigir nima qilyapti bu yerda? Buni ketdi. Voy o'lsin. Qarang, men bitta mana Wooden Egg chiqibdi-ku, o'shani Javadek qoldim. Men qachonman. Kamida bir ikkita bratanlarim keladi. O'shanda qilalanishgan hal narsalarimni yasashim kerak. Boyinma tushdi. Somon. Yaxshi. Hozir. Buni hozir non yesimiz işte. Vay cini hammasini sotarman. Hemen bu qanaqadir Rudet Dal. Kelamiz chunki hozir uzoq toshli anaqa o'tkazsa ekan, sabrlisin. Keling biroyim. Bular uchun endi biror narsa yasab qo'ymasak bo'lmaydi. Xo'sh. Daraxtlarni maydalab olamiz. Maydalan. Aytgancha yo'qaman desam. Hozir. Bunisi sheep. Nima? Barimi? Sen ortiqchasan, ukam. Nimaga o'lmadi? Ikkita o'tirdi o'ladi. Bak. Nima hozir uni tezsinda? Bak juda ham ko'p. Video kelayotganim uchunmi bilmayman. Rahki o'zing tashlama. Yo'q, bana ochirdim. Go'shim bormi? Go'sh bor, teri bor. Go'sh hisob qo'yamiz. Bu perfummi? Qani tekshiray. Hardami? Mayli. Peaceful yoqamiz. Qorin ochmaydi chunki mazza. Yana somon. Buni qolib turadi. İşimizni davom ettiramiz. Qarchi. Mazza. Yana bitta somon yaxshi. Bu daraxtni ko'chatlari ham eziyordi ya. Ertalab bo'lsin, night vision bo'lsin. Hozir bitta sozlama bor edi. O'shani to'g'rilab olay yoki to'g'rimi bilmayman. Brightness ozgina ko'tarib qo'ymasam bo'lmayapti. Bo'ldi, endi jinniga o'xshamayman. Eng oxiriga ko'tarsam bo'larkan. Video tagirog'iga tushirib fol. Voy, bo'yim o'sib ketdi. Qanday do'stlar, bo'yim o'sib ketdi meni.
Men kaçırman, boyum o'sib ketdi deyapman. Auye. Endi buni to'g'rilash kerak. Chetda emasmi? Karachi, men Iceman 0901 man. Boshqalarida deb o'ylamanglar. 67. 60 o'zi. 60. Mayli 60 yo'q farq. Mana bunday qilsak. Bararam. Bunaqa narsa yo'q deydi tinch. Yo'q, yana sandiq. Ovqatlar. Meni boqishi. Do'stlar, e'tibor bermaysizlar. Bu montaj kuchi deyiladi. Kechirasizlar. Endi yana buni olib shu sandiqlar umuman kerak emas. Bu kerak. Men nima deb o'ylamaylar, просто zerikib ketdim shunaqa qilaman uchun. Ezilgan. Normal narsa chiqsa yaxshi bo'lardi lekin. Endi narsalarni tozalashni boshlaymiz. Nimaga bu ketdi? Mana bunday bo'lishi kerak. Endi men ertalab bo'lyapti, aytganimdek. Yo'q, bunimi? Redstone yo'qmanda. Boshqatdan kirmasam ezadi. Yarimtali bloklardan ko'ppalar yasay olamiz. Juda ham kerak. Endi bo'lsa daraxtlar ekish uchun joy tayyorlaymiz. Mana ko'ppalarga aylantira olamiz, kerak bo'ladi. Bu daraxtlarni ham aylantira olamiz yo'qotishlariga. Endi yana yasash kerak yarimtali bloklardan. Bir stak 5 ta bo'ldi. Ay. Ortalar uzun. Karachi gapirmayotganim sababi men bu daraxtlardan ko'p qila oladiganman. Yana shu befarosatmi? Bo'ldi, olinyapti, ko'rdim. Yo'q, qo'y. Nima? Tapursinda. Shu joyda ham tapursinadimi? Voy jinni. Yana bitta tapur. Yo'q, bittamni endi tapur yasaymiz. Bo'ldi endi. Agar o'lib qolsam, men shu yerga tashlaman. Mana. Bitdim ishtim deydi. Ezishdi.
Men yangi burundan yegim kelyaptimi? Yana go'sht va teri. Yo, endi biz nima yasashimiz bilasizlarmi? Bilasizlarmi? Albatta bilmaysizlar. Oyoq kiyim yasaymiz. Do'stlar hozir. Короче, o'rtoqlar kechirasizlar. Menday. Endi yana somonga aylantirish esdan chiqibdi. Bo'ldi, endi men to'liq tayyorman. Mana bunaqangi oq slablarga yopishtirib bitta orolcha quramiz. Do'stlar, shu joyda videoni to'xtatmasam bo'lmaydi. Ikkinchi qismi aniq chiqadi. Xayr.